Bu video sizlar bilan nima qilishni o'rganamiz. Ya'ni nima qilish deb uzr. Kompyuterlaringni Windows 11 bo'lsa yoki 12 yoki 10. Menda 11 masalan Windows 11. Windows 11 da to'lib ketgan yoki Windows 4 to'lib ketgan bo'lsa, hozir sizlarga zo'r narsa o'rgataman. Qaranglar, Windows hamma bilayotgan mana bunaqa narsa. Windows mana shunaqa narsa deyiladi. Windows mana kontrolsi bitta yonida turadi. Shuni o'shani bosib turib, bitta R tugmasini bitta bossalar bo'ladi. Va bu yoqqa nima deb yozamiz? Temp. Buni kichkina harfda yozamiz. Temp yozamiz va mana buni qo'shib qo'yamiz. Tikasiga temp yozib mana shuni qo'shib qo'yamiz. Yozgan tutamiz va zaten mana bunaqa menu ochiladi. Bu menuda вообще kompyuterga keraksiz narsalar yig'ilgan bo'ladi. Meni kompyuter yonib qolib ketgan payti do'stlar. Kompyuter yonib qolib ketgan payti bu yerda figa megabaytli narsalar tortilib qolgan bo'ladi va u kompyuteringizni qotib ishlashga, harakat qiladigan musul narsalar. Buni просто Windows bilan temp yozib, temp shift 5 ta bosib yoniga nimada qo'shib qo'yasiz. Shunaqa yozasizlar davlat. Hop, endi qaranglar. Mana bizda udalib bo'lyapti. Qolgan o'tamiz va mana nima debdi? Kerak emas narsalarni udalib qilasam deb qilamiz. Do'stlar, videomizga like bosib keyingi bizani kerakli papkalar, ya'niki bizani Minecraft haqida qiziqarli videolar chiqishini xohlasangiz like bosinglar. Podдержка qilishni boshlanglar. Bitta video olib qo'yamiz. O'zim montajga ketyapti. Просто montajini bomba qilib bo'lgandan keyin YouTube'ga shunday qo'yib yuboramiz. Shunday like'larni tirs obunalarni tirs qilarsalaring, men вообще ikkinchi qismini ham olishga tayyorman. Ikkinchi qismini tayyor qilamiz yaqinda. Like va kommentariy yozib qo'ydiringlar do'stlarim. Endi bu uyat bo'lishi ancha vaqtli bo'ladi. 80 $100. Endi bunda hammada har ana ujmanda udalib o'zi mana pitichka qilib bitta qo'ysalar bu narsa chiqadi. XSlar ham chiqmaydi. XSdan bo'lsa bu mana. Sizlarda kerak narsalar o'zi o'chdi mana. Menda ham kerak narsa o'chdi va endi nima qilamiz? Yana Windows temp udalib qilmaymiz-da. Temp mana boshda yana belgichalarni udalib qilamiz. Va kiramiz yana. Va bu yerda yana musul yig'ilgan bo'ladi. Mana yon tarafdagi shift 5 bilan qilingan narsalarni olib tashlaymiz. Bu bo'ldi. Mana X yozamiz, bo'ldi. Mana bu yerdan ham kompyuterimiz Windows ni bosasizlar, mana ko'rishingiz mumkin. Temp deb o'zini yozasizlar. Tempni o'zini boshiga yoki boshiga mana bunaqa bilan yoki boshiga mana shunaqa bilan mana shunaqa bilan yoki просто boshiga temp deb yozib uni qilib bo'lgandan keyin ertaga tozalab, ya'ni hozir ko'pinchalik tushunmaydigan qaranglar. Temp yozamiz oddiy. Mana musullar to'lib qolgan. Control A tugmasini bosasizlar. Control A va hamma musul kerak narsalar udalib bo'ladi. Xavotirlanmanglar, bu yerda kerakli. Mana kerakli narsalarni aytaman. Counter udalib qo'ying. Telegram, Launcher, Chrome sayt, OBS, Bandcamp, kerakli saytlar udalib bo'lmaydi. Posta kompyuterda yonib qolib ketsa, musul narsalar tortilib qoladi o'z-o'zidan. O'shaning uchun men ularni udalib qilishni o'rgatdim va keyingi videolargacha xayr. Do'stlarim, videomiz yoqsa, like bosib kesib yaqinda haqiqiy katta kompyuter olaman va o'shanda ideyalarni chiqaramiz. Sog' bo'ling. Tugadir.